Hozir insonlar o'zini haqqini talab qilsa hech qanday bir qon to'kish boshqa orqali emas. Kerak bo'lsa o'sha dunyoviy qonunlar orqali ham. Axir mana qonunda aytib qo'yibdi-ku, nimaga bunday qilyapsan deb insonlar, musulmonlar haqqini talab qilsa, Havorijga chiqaryapti. Birdan Alini o'ldirganlar ham shunday adolat qilib kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Havorijlar ham adolat qilib kelgan. Usmon radhiyallohu anhu qatl qilganlar ham shunday deb kelgan degan Havorijlarga tegishli rivoyatlarni boshidan yog'dirib yuborishadi. Nima qilish kerak desangiz, yo haqqingizni talab qilmasligingiz kerak. Shunday talqin qilishyaptiki, go'yoki inson hozirgi zamonda tog'utlarning oyog'ini tagiga yotib berish kerak ekan, batamomiy. Va faqat sabr qilish kerak ekan. Hatto gapirmaslik kerak ekan. Na so'z bilan, na fe'l bilan. Biz aytyapmizki, mana shu narsa aldanmanglar, hech qayerda yo'q bizning dinda bu narsa. Balki Alloh taolo maqtagan bunaqangi tepsa tebranmas bo'lib o'tiravermaydi degan. Mana ularga bir jabr yetsa, o'chini oladi degan. Muloyim supurgilikka, xususan tog'utning oyog'ini ostida yotib berishlikka targ'ib qilmagan Alloh taolo. Endi 7-sifatga o'tilinadi. Bu juda muhim narsa. Buni diqqat bilan tinglanishligini talab qilamiz va kerak bo'lsa takror eshitib tushunib olinishi kerak. Mana bu sifat juda muhim hozirgi zamonda ayniqsa. U sifatki 39-oyat: "Vallazina iza asabahumul baghyu hum yantasirun." U mu'minlar shunday kishilarki, ularga bag'iy, ya'ni tajovuz yetsa, ular intisor qiladilar. Ya'ni uch oladilar. Alloh qarang, mo'min tavakkulchi insonlarni zulm ko'rsa uch olishini ham maqtab gapiryapti. Buni ham tavakkulga daxli bor ekanda. Chunki odam qo'rqoq bo'lsa, tavakkulsiz bo'lsa uch olmaydi. Balki bu yuzingni ursa bunisini tutib ber deb o'tiraveradi. Islomdagi halimlikka chaqirilgan oyat hadislar yoqib ketadi unga. Kechirimlilikka chaqirilgan oyat hadislar yoqib ketadi. Faqat biz sabr qilishimiz kerak deydi. O'ziga dalil topadi xullas. Tavakkul yo'q bo'lgandan keyin odamda. Aslida esa bu mutlaqligicha yotib berish zolimning oyog'ining ostiga, u ustiga chiqib bilgan ishini qilishligiga huquq berish, bu narsa hech qachon islomda maqtarilmaydi. Balki mana oyatda Alloh ular agar jabr ko'rsalar, ularga jabr yetsa o'ch oladi deyapti. Shu joyda bir narsaga ta'min beraylik endi. Bu sura o'zi Shuro surasi hozir biz o'tayotgan suramiz. Qayerda tushgan bu? Biz dars avvalda aytdik, Makkada tushgan. Bu narsaga ulamolar ittifoq qilgan. Endi savol tug'iladi. Makkada jihad bo'lganmi? Tabiiyki Makkada jihad yo'q. Unda nimaga Alloh o'ch olishga buyuryapti? Shu narsaga javob berish uchun ba'zi ulamolar mana shu oyatni Shuro surasining ichidan, asli Shuro surasi makkiy sura bo'lsa-da, Makkada tushgan. Lekin mana shu oyatni o'ch olishga targ'ib qilgan oyatini Madinada tushgan deb javob berishga harakat qilishgan ba'zi ulamolar. Bu xuddiki shu endi Makkada jihad yo'q-ku degan savolga majburan javob berishdek. Aslida esa bunaqa qilib majburan javob berishga hojat yo'q. Bu oyat makkiy oyat ekanligiga, madaniy oyat ekanligiga dalil yo'q. Sahih bir dalil yo'q. Ulamolar shu yuqoridagi shubha sababdan ba'zi ulamolar buni shu joyi Madinada tushgan, chunki Makkada o'ch olish yo'q deb talqin qilishgan. Aslida esa sahih bir dalil yo'q bu oyatning Madinada tushganligiga. Sura mutlaqligicha Makkada tushgan suralardan. Unaqa qilib majburan javob berishga hojat yo'q deyapmiz. Bu shubha nimadan chiqyapti? Jihad bilan inson o'zini haqqini ajratib olishligini ajrata olmaslikdan chiqyapti. Bizning shariatda ikki xil narsa bor. Birinchisi jihad. Bu ommaviy safarbarlik. Ya'ni musulmonlar yoppasiga dushman bilan urushadi. Bu narsa tabiiyki Makkada bo'lmagan, haqiqatan hamma taoladi. Ikkinchisi odam o'zini haqqini undirib olishi. Bu daf'us soil deyiladi. Ya'ni sizga tajovuz qilayotgan odamni daf qilish zulmini. Bu narsa Makkada yo'q deyilmaydi. Na Makkada, na Madinada bunaqa narsadan qaytarilmagan. Inson hech qachon zolimning oyog'ining ostida indamay yotaverishligiga buyurilmagan. Ommatan safarbarlik qilib jang qilinishligidan qaytarilgan xolos Makkada. Kuffu aydiyakum oyatlarida masalan, qo'linglarni tiyib o'tiringlar hozir deyilganda, ommatan safarbarlik e'lon qilib urush qilishlikdan qaytarilgan. Lekin mana inson o'zini himoya qila olsa, qudrat sharti bilan, ya'ni kuchi yetsa, ko'zi yetsa, himoya qilinishligini hech qachon qoralanmagan. Dalil bu narsalarga. Birinchidan mana shu oyat aytyapmiz, mana Makkada tushgan oyatlardan.
Ikkinchidan, bunga bitta dalil. Umar radhiyallohu anhu islomga kirganlarida u kishi hech kimsadan men qo'rqmayman deb baralla islomlarini e'lon qilib yurganlar. Hijrat qilmoqchi bo'lganlarida ham baralla e'lon qilib hijrat qilganlar. Islomga kirganlarida makkaliklar bilan urushib ketganlar. Bu tarix kitoblarida mashhur qissa bu. Ibn Ishoq rahimahulloh va boshqa muarrixlar keltirganlar. Hatto ertalabdan peshingacha urushdilar bir marta Umar radhiyallohu anhu kofirlar bilan deyilgan. Makka da bo'lyapti bu voqea qarang. Hammalar charchab qolganlar, urushib, yoqalashganlar, ya'ni urganlar, ular kuchini urgan. O'ldirish darajasiga borilmagan, faqat urilishilgan, yoqalashilgan. Mana shu dalilki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda Umar nima qilyapsan demaganlar. Inson o'zini himoya qilishi boshqa narsa ekan, u jihod Makkada yo'q degan narsaga daxli yo'q uni. Makkada mana Umar radhiyallohu anhu o'zlarini himoya qilib yoqalashganlar. Bundan da ochiq bir dalil qarang. Zubayr radhiyallohu anhu haqlarida. Bu kishini bilamiz, siratlarda aytilinadi, avvalu man salla sayfahu fi sabilillah. Alloh yo'lida birinchi bo'lib qilich yalang'ochlagan kishi Zubayr radhiyallohu anhu deyilgan. 12 yoshida qilich yalang'ochlaganlar Makkada. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kun Makkada yursalar, Zubayr radhiyallohu anhuni 12 yosh bola holatlarida qilich ko'tarib kelayotganlarini ko'rib qolganlar. Qilich yalang'ochlab shahdam kelyapti. Nima qilib yuribsan ey Zubayr deganlar. Zubayr radhiyallohu anhu aytadilarki, "Ya Rasululloh, eshitdimki sizni kofirlar o'ldirishibdi. Shuning uchun qilichimni yalang'ochlab yurdim" deganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Nima qilmoqchi eding?" deb aytadilar, tabassum qilib aytganlar. "Nima qilmoqchi eding agar meni o'ldirishgan bo'lsa?" deganlarida aytganlarki, "Aradtu an asta'rida ahli Makka." Makka ahlini hammasini qilichdan o'tkazishni istadim deganlar. Endi to'g'ri qila olmaydilar, lekin shu g'ayratlarini qarang. Makkada bo'lyapti mana bu voqea. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishining haqlariga duo qilganlar xursand bo'lib. Yo'q, biz hozir Makkadamiz, o'zimizni himoya qilmasligimiz kerak. Hozir men salomlar aytgandek, faqat va faqat sabr, faqat va faqat xulq demaganlar, balki xursand bo'lib Zubayr radhiyallohu anhu haqlariga duo qilganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Endi bizga kimdir aytishligi mumkin, Makkada nima bo'lgan, nima bo'lmagan, jihod bo'lganmi, bo'lmaganmi yoki bunaqangi o'zini himoya qilish bo'lganmi, bo'lmaganmi? Bu narsani bizga nima daxli bor hozir zamonamizga? Daxli katta uni. Chunki mana shuni ajrata olmaslikdan yuqorida aytganimizdagi saroy mullalar chiqyapti. Mana shuni ajratib berilmaganidan to'g'ri aytsak. Ular Makkada jihod yo'qligi bilan o'zini himoya qilish o'rtasini ajrata olmay, shunday talqin qilishyaptiki, go'yoki inson hozirgi zamonda tog'utlarning oyog'ini tagiga yotib berish kerak ekan, batamomiy. Va faqat sabr qilish kerak ekan. Hatto gapirmaslik kerak ekan. Makka davri bahonasi bilan. Nimaga desa, jihod bo'lmagan. Bunga ikki xil javob beramiz asli. Birinchidan, agar biz Makka davridagi ahkomlarni hammasini qaytarishimiz kerak bo'lsa, bu narsada islomdan hech narsa qolmaydi. Makkada avvalda namoz ham bo'lmagan. Unda Makka davrida namoz ham o'qimasligimiz kerakmi? Makkada roza bo'lmagan. Makka davrida roza ham tutmasligimiz kerakmi? Makkada haj bo'lmagan. Haj ham qilmasligimiz kerakmi? Makkada ayollar hijob kiymagan. Bu da'vo bo'yicha Makkada bo'lmagan deb hijob ham bo'lmaslik kerak. Va hokazo ketavering. Oxiri borib ana shu uchun murjiylar chiqadi, qalbing toza bo'lsang bo'ldi deydi. Nima qilib yuribsan desangiz, Makka davri deydi. Hozir Makka davridaymiz biz. Qalbing toza bo'lsa bo'ldi deydi. Bu birinchi javob. Ikkinchidan aytaylik farazan sizlarning gapingizlarga taslim bo'lib aytsak ham, haqiqatan to'g'ri Makkada jihod bo'lmagan deganimizda ham yuqorida aytganimizdek, jihod boshqa narsa, inson esa o'zini haqqini olish uchun urush darajasiga bormasdan, o'ldirish darajasiga bormasdan talab qilishligi haqqini u boshqa narsa ekan. Buni biz aytishimizning sababi hozir insonlar o'zini haqqini talab qilsa hech qanday bir qon to'kish boshqa orqali emas, kerak bo'lsa o'sha dunyoviy qonunlar orqali ham. Axir mana qonunda aytib qo'yibdi-ku, nimaga bunday qilyapsan deb insonlar, musulmonlar haqqini talab qilsa, uni odamlar bog'iga chiqaryapti salomlar. Havorijga chiqaryapti. Birdan Alini o'ldirganlar ham shunday adolat qilib kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga havorijlar ham adolat qilib kelgan. Usmon radhiyallohu anhuni qatl qilganlar ham shunday deb kelgan degan havorijlarga tegishli rivoyatlarni boshidan yog'dirib yuborishadi. Nima qilish kerak desangiz, yo haqqingizni talab qilmasligingiz kerak ekan. Na so'z bilan, na fe'l bilan. Biz aytyapmizki, mana shu narsa aldanmanglar, hech qayerda yo'q bizning dinda bu narsa. Na Makka davrida, na Madina davrida, balki Alloh taolo maqtagan bunaqangi tipsa tibranmas bo'lib o'tiravermaydi degan. Mana ularga bir jabr yetsa, o'chini oladi degan Alloh. Muloyim supurgilikka, xususan tog'utning oyog'ini ostida yotib berishlikka
targ'ib qilmagan Alloh taolo. Yana bu yerdan bir hikmat chiqadi demak. Qarangki, Makka davrida jihod yo'q bo'lgani bilan insonlarni o'zini haqqini olishga targ'ib qilish jihodning bu ilk qadamlari. Mana shu narsani ummatga o'rgatilgan ekan. Endi hozir aytaylik, ularning da'vosi bo'yicha Makka davrida jihod yo'q degan da'voni hozir odamlarga talqin qilgan bo'lsak ham, lekin odamlarni bu bilan biz baribir ularni yotoqqa da'vat qilishimiz to'g'ri bo'lmas ekan. Balki ularni o'z huquqini talab qilishga o'rgatishimiz kerak ekan. O'sha sekin-sekin ularni jihodga tarbiyalash bo'lar ekan. Ana shu uchun ham aslida bu narsa saroy mullalar va ularni boshida turgan zolimlarga yoqmaydi. Kerak bo'lsa ularni o'zini qonuni bilan bo'lsa ham haqqini talab qilishsiz. Chunki ular mana shu narsani biladiki, bu jihodning boshlanishi aslida. Inson o'zini haqqini talab qilishligi. Hammamiz bilamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir hadislari bor. Al-mu'minul qawi khayrun wa ahabbu ila Allohi minal mu'minid da'if deganlar. Quvvatli mu'min Allohga zaif mu'mindan ko'ra suyuklidir deganlar. Ya'ni yotib beradigan mu'mindan ko'ra haqqini olib kuchi bilan o'zini o'zi himoya qiladigan mu'min Alloh taologa suyukli deyilyapti. Hadisning ikki xil sharhi bor, to'g'ri, ba'zilar shunaqa quvvat ma'nosida, ba'zilar qalb quvvat ma'nosida tafsir qilgan. Al-muhim, ikki tafsir ham bor. Zayd ibn Aslam radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari Makka da ikki guruh edilar. Ikki xil edilar ya'ni. Bir guruhlar bor edi, ular kofirlarni afv etardi, zulm ko'rsa ham. Endi nima kerak endi shu hozir to'p-to'polon deyishganda afv etishgan ya'ni. Va bir guruh musulmonlar bo'lar edi, agar ular ozor cheksalar, haqlarini olardilar kofirlardan. Mana Umar radhiyallohu anhuga o'xshaganlar talashib tortishib, urushib bo'lsa ham haqqini olardi. Ana shunda Alloh taolo ikkalalariga maqtov aytdi deganlar. Mana hozir biz birinchi guruhni o'tayapmiz shularni, ya'ni uchini oladi deyapti Alloh, maqtayapti. Keyin ularni afv etadiganini ham keltiradi. Demak, qarang, Zayd ibn Aslam aytayaptilarki, qayerda bo'lgan ekan ana shu uchini olish ham, afv etish ham? Yuqorida aytganimizdek, Makka da bo'lgan ekan. Shunga binoan aytaylik, bugungi kunda o'sha musulmonlarni hozir Makka davrida deyotgan odamlarning fikriga ko'ra shu gaplar to'g'ri bo'lsa ham, hozir biz Makka davrida bo'lsak ham, seni qilgan ishing bor yo'g'i, sen shunday haqqingni olmasdan sabr qilasanmi? Sabr qilaverishing kerak ekan. Lekin haqqimni olyapman deydiganlarga tajovuz qilishga seni haqqing yo'q ekan. Ha yaxshi, sen yotoqqa da'vat qilasanmi? Zolimning oyog'ining tagida yotib berishlikka yotaver. Biz senga indamaymiz, Alloh sabr bersin senga deymiz. Lekin sabr, axir sabrda ham chegarasi bor. Nima endi biz sabr qilib o'tiraveramizmi deb uchni olayotgan odamlarga sen ularni bog'iga, havoriga chiqarishga haqqing yo'q ekan. Ikkalasini ham Alloh maqtayapti. Keyin bu yerda yana bir narsa bor, qarang oyatda. Alloh aytayaptiki, "Vallazina idza asabahumul baghyu hum yantasirun." Agar ularga bir tajovuz yetsa, ular o'zi uchini oladi. Ana bu o'zi degan joyi ham juda muhim. Nima degani o'zi degani? Ya'ni faqat ey Allohim yordam ber deb duo qilib yotavermaydi degani. O'zini o'zi himoya qilishni biladi degani. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ey musulmonlar qani sizlar deb musulmonlardan yordam kutib yotavermaydi. Kimdir kelib uni qutqarishini, masalan hozirgi zamonda aytilganda Imom Mahdi kelib uni qutqarishini yoki bir xalifalik qurilibgina uni qutqarilishini kutib yotavermaydi. Hum yantasirun, o'zi-o'zidan bilib degani. Shu hum degan kalima mana shu ma'noni beryapti. O'zi-o'zidan bilib o'chini olishni biladi degani. Nima qilib bo'lsa ham o'chini oladi o'zi. Albatta shartlari bor, masalan qudrati yetishligi, tafsiloti o'rnida gapiriladi, avlaviyoti degan narsa bor. Al-muhim, lekin nima bo'lganda ham batamomiy yotoqqa da'vat qilmaydi mu'minlar. Yoki uyg'ongan odamni havorij bog'iga chiqarmaydi. Mana shu haq din. Endi gohida inson uch olaman deydida alamzadalik bilan haddidan oshib ketadi uch olishlikda. Masalan, bittaga 10 ta qilib javob qaytaradi. Endi shuning uchun ham 8-sifat keladi hozir, ana shunday qilmaydi mu'minlar deydi. 3 olaman deb bittaga 10 ta qaytarmaydi u. Va jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitluha deydi. Yomonlikning jazosi shunga o'xshagan yomonlik bilan bo'ladi. Ya'ni tengma-teng jazo berish kerak, haddingdan oshma. Sen mazlumsan degani endi zolimni bilgan ishingni qilsang bo'ladi degani emas. Shuni bilaylikki, gohida mazlum odam haddidan oshib zolimga aylanib ketadi, zolim odam mazlumga aylanib qoladi. Misr podshohi Sisi aytayapti bir kuni. Kim bizga bir dona o'q otsa, biz unga 100 ta qilib qaytaramiz deydi. Hamma tog'otlarda mana shunaqa siyosat bo'ladi o'zi.
bittaga 100 ta qilib qaytarar ekan, qarang. Va shu narsani u hayotida qo'llayapti ham. Sina yarim orolida bitta bir musulmonning uyidan qurol chiqib qolsa, Misrdagi yana. Shunday mahalla bilan qamalga olishyapti-da, ustidan bombardimon qilyapti. Masjid bormi, madrasa bormi, maktab, ayol, bola chaqa hammasini o'ldirib qo'yapti, qarang. Bittaga 100 ta qilib qaytaraman deganda, haqiqatda shunday qilyapti. Ko'pincha o'zlaricha buni ular jasorat deb o'ylaydi, aslida esa qo'rqoqlik bu. Chunki sen mard bo'lsang, o'sha bittaga bitta chiq, nimaga bittaga 100 ta qilib qaytarasan? Nomardni shu kabi, to'g'rimi? Tasavvur qiling, ko'chada bir odam birov bilan urushib qolsa, borib 100 ta oshnasini aytib kelsa. Erkakmisan deydilar, kel, mard bo'lsang bittaga bitta urushaylik deydilar. Jasorat emas, u bittaga 100 ta qilib chiqish. Ana shu uchun Alloh mu'minlarni ana shunaqa bo'lishdan qaytaryapti. Yomonlik yetdimi, bitta yomonlik jazo beriladi debdi. Bir odam bilan urushib qoldi Misrda, bo'lgan voqea endi bu ham. Keyin borib urushgan odam alamidan harigini do'koniga o't qo'yib yubordi. Keyin do'koniga o't qo'yilgan odam narigini uyiga kelib, uyiga bosib kirib, balkonidan hamma narsalar tashqariga uloqtirib sindirdi. Endi hisoblansa, ehtimol bu oshib ham ketdi, uni qilingan, yoqib yuborilgan do'konidan buni uydagi narsalarni xarob qilingani oshib ham ketdi. O'ch olyapman deydi, nima qilyapsan desangiz, ana shu aytilinyaptiki, o'ch olish unaqa bo'lmaydi. Ha, Alloh mana maqtadi, to'g'ri, mo'min odam o'ch oladi dedi. Lekin o'zingni bos. Yomonlikka yomonlik tingma-ting jazo beriladi. Bundan faqat jihad istisno qilinadi. Jihodda qarab o'tirilmaydi. Endi masalan, kofirlar bizdan 100 tasini o'ldirsa, biz ham ulardan 100 tasini o'ldirishimiz kerakmi faqat? Unda ajratib bo'lmaydi, iloji yo'q. Oxirigacha o'ldirsak ham unda joiz bo'ladi. Lekin odatiy bunaqangi uslublarda, shaxsiy ko'rinishdagi masalalarda tingma-ting jazo olinadi. Oshirib yuborilmaydi haddan. Bu masala yomonlikka tingma-ting jazo berish degan narsa juda nozik masala edi, to'g'rimi? Ya'ni xuddiki mana ustalar ishlatadigan o'rvinga o'xshaydi. Buni ozgina qilsangiz, ingishtirsangiz, yo unga o'tib ketib qoladi suyuqligi, yoki chapga o'tib ketib qoladi. Tingma-ting ushlab o'rtada turish juda qiyin narsa. Jazo berganda ham xuddi shunday tingma-ting jazo olish o'ta qiyin narsa. Aksar odam zulm qilib qo'yadi zolimga. Shu gapga e'tibor bering. Aksar odam mazlumman deb zolimga zulm qilib qo'yadi. Zolimga zulm qilinadi, ha, zolimga zulm qilib qo'yish bor. U zolim degani bilgan ishini qilaversan degani emas unga. Ana shu uchun ham endi 9-sifatda endi Alloh taolo af etishga targ'ib qiladi. Chunki tingma-ting qilish qiyin. Faman afa va aslaha fa ajruhu alalloh. Kim af etsa, ya'ni kechirsa-da, o'rtani isloh qilsa, ajri Alloh zimmasida. Alloh men beraman haqqingni deyapti. Bundan ortiq mukofot bormi, qarang. Uchizda olganingizda nima bo'ladi? Ha, xumoringizdan chiqasiz. Ha, endi Alloh ajrini bersa-chi, xumoringizdan chiqmayman deb o'ylaysizmi? Unda insonga katta iymon, tavakkul kerak, shu uchun af etib olib, ajrim Allohga deya olishligi uchun. O'zimizda ham bu uslub bor-ku, qo'y shuni, men senga haqqingni beraman deyshadi-ku. Ha, shunda siz tinjiysiz, ha, bu odam berar ekan. Alloh shunday deyapti sizga axir. Af et, o'rtani isloh qil, men beraman deyapti. Af etish ham o'zi kifoya emas ekan, isloh qil o'rtani deyapti. Ya'ni ko'p odamlar af etdim deydi-da, orqadan yana ishni boshlayveradi keyin. Yo'q, isloh qil. Hech narsa bo'lmagandek o'rtani tuzatiladi. Shuning uchun ham oyat davomida Alloh aytayaptiki, innahu la yuhibbuz zolimin. Alloh zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. Bu degani birinchi bo'lib zulm qilganni ham yaxshi ko'rmaydi. Men mazlumman deb zolimga keyin zulm qilib o'rganni ham yaxshi ko'rmaydi degani. Ko'ryapsizmi? Men mazlumman deb zolim bo'lib ketganni ham yaxshi ko'rmaydi. Bu ham ko'p uchratilinadi odamlarda. Hatto masalan duo masalasida. Mazlumman deb zolimga aylanib ketadi ko'p odamlar. Misol uchun bir odam bir narsasi o'g'irlab ketildi yoki haqqini bermadi birov, qarz olib qaytarib bermadi. Shunda ana shu odamning qarg'anishini ko'rasiz. Xudodan top, ikki dunyoda baraka topma, tejib chiqsin, shu narsa seni ajalingga aylansin va bolangdan top, shunaqangi qarg'a uradi. Buni qarg'ishlari agar amalga oshsa, uni yib ketgan narsasidan oshib ketadi, unga yetgan zarar. Ana shu qarg'ishlar bilan bu odam mazlumman deb doibat qilgan holatida zolimga aylanib ketdi. Qiziq joyi, endi shuncha qarg'ishlardan keyin oxiri hovuridan tushib qiyomatga qoldi deb qo'yishadi. Shuncha qarg'aysizda u odamni, endi o'ylaysizki qiyomatga qoldi deb o'ylaysizmi yana bir nimangiz? Qolmadi hech narsa. Siz qarg'ishlaringiz bilan ovoldingiz hamma narsani. Dalil bu narsaga.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Imom Termiziyda va boshqa rivoyatlarda kelgan hadis. Man da'a ala man zalamahu faqad intasara. Kim o'ziga zulm qilgan kishiga duoibat qilsa, o'chini olibdi deganlar. Hozir yuqorida aytganimizdek odamlar ahvolini qarang. Og'ziga kelgan qarg'ish bilan qarg'ab, yana o'ylaydiki qiyomatga qoldi deydi. O'chizda oldingiz siz. Agar qiyomatga qolishini istasangiz, afv eting. Ana shunda Allohga qoladi. Fajruhu alalloh deyapti. Ajri Allohga qoladi. Va isloh qiling o'rtani. Qarg'ab endi oxir qiyomatga qoldi deyilmaydi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kun Oysha onamizni eshitganlar, Rasulullohning uylaridan o'g'irlik bo'lgan qarang. Bir choyshabni o'g'irlab ketishgan. Oysha onamiz alamlardan o'g'rini qarg'ay boshlaganlar. Endi bilamiz qanday tanqis yashaganlar. Shuning uchun ham alamlari kelgandan qarg'aganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga aytganlar: "La tusabbihi anhu bi du'aika alayhi." Uni qarg'ab duoibat qilib sen uni ishini yengillatma deganlar. O'g'rini. Ya'ni haqqingni olib qo'yma, oxiratga qolsin deganlar. Ochiq dalil mana bu ham bu sahih hadis. Demak, qarg'ish haqni olish degani ekan. Agar oxiratga qolishini istasangiz, Allohga qolishini qarg'amang. Ulamolar siratiga qarasangiz, mana shu narsani ko'rasiz. Robi ibn Xasiyam radhiyallohu anhu bir kuni otlari o'g'irlab ketilgan. Katta ulamolardan u kishi rahmatulloh. Shunda u otlarini aytilgan 20 ming dirhamga teng qimmatbaho ot edi deyilgan. Odamlar: "Ey Robi ustoz, shayx, otizni o'g'irlab ketishibdi. Duoibat qiling bu o'g'rini nomardni" deganda, qo'llarini ochib duo qilib aytgan ekanlar. Allohumma in kana g'aniyan fahdihi va in kana faqiran faghnihi. Allohim shu o'g'ri agar badavlat bo'lib turib o'g'rilik qilgan bo'lsa, o'ziga to'q bo'lib turib hidoyat qil shu odamni deganlar. O'ziga to'q bo'lib turib o'g'rilik qilib yurmasin shunaqa. Isloh qil shu odamni deganlar. Agarda shu odam kambag'al bo'lgan bo'lsa-da, shu kambag'alligi sababdan o'g'rilik qilgan bo'lsa, Allohim shu odamni boy qilib qo'y, shu o'g'rilik qilib yurmasin deganlar. Ko'ryapsizmi mana qarang, shogirdlar u kishidan qarg'ang deb so'rasa, u kishi qanaqa duo qilganlar. Ana shu aytilinadi, ajri Allohga bo'lgan kishi qiyomatda olaman deb, mana shunaqa odamni aytilinadi. Qarg'ab keyin oxir qiyomatda olaman degan odam ola olmaydi qiyomatda. Hasan Basri rahimahullohdan rivoyat keladi. Bir kuni u kishi Allohumma afu amman zalamani deb duo qilar ekanlar. Allohim menga zulm qilganni o'zing kechir. Ko'p duo qilaverdilar kechasi bilan. U kishini eshitib turgan bir kishi aytgan shunda: "Ya Abu Said, ya'ni Hasan Basri, bunchalik sizga zulm qilgan kishiga duo qildingizki, uni kechir deb, hatto men sizga zulm qilganlarning ichida bo'lishni orzu qilib qoldim" deganlar. Ya'ni men ham haqqimga istig'for aytyapsiz, o'shanda istig'for aytgan bo'lardingiz deganlar. Nimaga bunchalik sizga zulm qilgan kishiga kechirib duo qilasiz deganda, Hasan Basri mana shu oyatni o'qib berganlar: "Faman afa va aslaha fa ajruhu alalloh." Kim chunki af etib isloh qilsa ajri Allohga, men ajrimni Alloh berishini istayman deganlar. Ya'ni tasavvur qiling, sizga hozir prezident va'da qilsa, senga yaxshi bir mukofotim bor desa, bilasizki, prezident masalan arzimas narsa bermaydi. Yaxshigina narsa beradi berganga yarasha u. Kattakon odam uyaladi arzimas narsa berishga deysiz. Endi Alloh sizga va'da qilsa-chi, men beraman, ajring menga desa. Ana shu uchun Hasan Basri zulm qilgan kishini kechirdi duo qilgan ekanlar. Men kechirdim deganlar yani. Bu uchun insonda katta iymon, axloq, sabr kerak. Hozir men aytayapmiz ba'zi odamlarni. Hamma bilan urushadi, yoqilashadi ijtimoiy tarmoqlarda, hatto ba'zi mullalarda ham ko'rasiz shu sifatlarni. Hamma bilan talashib, tortishib, keyin oxiri aytadi, endi qiyomatda har bittangdan bitta so'rayman deydi. Hammani asli so'kib ham chiqadi, onasi bilan zino qilganligida ayblab. Oxir keyin qiyomatda olaman deydi. Bu qiyomatda olish deyilmaydi. Kechirib keyin qiyomatda olaman deydi inson. Shuning uchun ham inson o'ylamasligi kerakki, af etsam men haqqim qolib ketadi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Ma zadallohu abdan bi afwin illa izzan." Alloh biror bandani kechirish bilan azizligidan boshqa narsani ziyoda qilmaydi deganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Tavrotda sifatlari bashorat berilganda aytilgan: "La yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'ati walakin ya'fu." U kishi yomonlik bilan jazolamaydilar, af etadilar deb kelgan. Shuningdek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka fathida shuncha yil u kishiga zulm qilib kelgan odamlarni af etib yuborganligini bilamiz. "Izhabu fa antum mutlaqa" deganlar. Ketaveringlar, hammanglar ozodsizlar deb af etib yuborganlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu haqida tushgan bir oyat bor. U kishi qarindoshlari Mistohga infoq ihson qilib yurardilar. Lekin u kishi Mistoh radhiyallohu anhu
fitnachilarga qo'shilib Oysha onamizni yomon gaplar bilan ayblab qo'yganlarida Abu Bakr radhiyallohu anhu jahl bilan u kishiga qaytib nafaqa qilmayman deyordilar. Shunda Alloh oyat tushirdi. Val yafu val yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallohu lakum. Kechirsinlar, af etsinlar, Alloh sizlarni ham af etishini yaxshi ko'rmaysizlarmi? Demak, bu yerda bir sir bor qarang. Biz yuqorida o'tdik. Alloh mu'minlar haqida aytdiki, kaboirni chetlanishsa, sag'oirini Alloh af etib dedi. Agar Allohni ana shunday af etishiga dohil bo'lishni istasa kimsa, o'zi ham af etuvchi bo'lishi kerak. Qanday qilib siz o'zingiz oqizmay, tomizmay hammadan haqqingizni oluvchi bo'lasizda, endi Alloh taolo sizni af etishini umid qilasiz. Af etishini istasangiz, siz ham af etishingiz kerak ekan. Alloh Abu Bakr radhiyallohu anhuga hattoki mana shunday dedi. Xuddi shunday gohida aytishuv bilan odam o'zi mazlum holatida zolimga aylanib ketishligi bor. Aslida inson masalan mazlum bo'lsa, bir odam sizni haqoratlayapti. Siz ham uni haqoratlashligingiz mumkin. Mana mavzu avvalda bir Allohning so'zini o'qidik, Niso surasidagi oyat: La yuhibbullohu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Yomon gapni Alloh aslida yaxshi ko'rmaydi. Lekin mazlum inson uni so'kayotgan odamni u ham keyin turib u ham haqoratlasa, unga Alloh hech narsa deb unga jazo bermaydi. Mana Oysha onamiz bilan Zaynab onamiz o'rtasida bo'lgan qissada keladi. Bir kuni Zaynab onamiz kirib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida Oysha onamiz bilan tortishib ketganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ikki jim bo'l desalar, Zaynab onamiz jahl ustida jim bo'lmaganlar. Keyin Oysha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qaradilar. Nima qilay men ham o'zimning haqqimni olsam gapirsam maylimi degandek qilib. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunaki fantasiri, mana qarshingda turibdi, uchingni ol dedilar. Shunda Oysha onamiz gapirib, hatto Zaynab onamiz gapira olmaydigan qilib tashadi deganlar. Maqsad mana shu hadisda aytmoqchimizki, bir odamdan so'kish eshitsa aslida, u ham u bilan keyin aytishligi joiz. Lekin shuni unutmaslik kerakki, bu ham baribir fazilatli odamlarning ishi emas. Chunki inson haddidan oshib ketib qoladi. Bitta gapga 10 ta qilib qaytaradi. Shu uchun ham mana bu fazilatli insonlarning ishi emasligiga bitta dalil Abu Bakr radhiyallohu anhuning qissalari hammamiz bilamiz. U kishi bir odam u kishini haqoratlayotgan joyda indamay sabr qilib o'tirganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham Abu Bakr radhiyallohu anhuning xulqlariga ajablanib tabassum qilib turganlar. Keyin oxiri Abu Bakr radhiyallohu anhu ham chidolmay haligi odam bilan aytishni boshlaganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday g'azab qilib o'rnlaridan turib ketganlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu yugurib borib so'raganlarida endi shayton keldi deganlar chunki. Men shayton hozir bo'lgan joyda o'tirmayman deganlar. Shu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrni radhiyallohu anhu aytishma sen Abu Bakr demay indamay turib ketganliklari dalilki, haqqi Abu Bakr radhiyallohu anhu aytish. Lekin baribir fazilatli odamning ishi emas bu. Shuning uchun ham turib ketdilar. Agar bu ish umuman nojoiz bo'lganda Rasululloh qaytarardilar. Umuman nojoiz emas ekan. Lekin o'z navbatida fazilatli odamning ham ishi emas ekan. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inkor ham qilmayaptilar-da, lekin baribir turib ketyaptilar. Aytmoqchimizki, bugun ijtimoiy tarmoq degan narsa bor. Kommentlarda aytishish yoki guruhlarda aytishish yoki mana raddiya chiqarib insonlar bir-biriga aytishligi. Bunda biz mana bu saroymo'ylar va ularga ergashgan odamlar, ularni tushunamiz. Ular bunaqa axloqlarni qayerdan bilsin? Masalan, sizga bitta gapingizga 10 ta qilib haqorat yog'diradi, aytishib. Lekin biz bu gaplarni shunday insonlarga aytayapmizki, o'zini haqman degan odamlarni ham ko'pincha ko'ryapsiz. O'sha nohaq deyilgan odamlar bilan aytishib ko'pincha haddan oshib ketyapti. Gohida shaxsiyatiga o'tib ketadi, onasiga o'tib ketadi, oilasiga o'tadi. Uni shakli shamoilini istizo qilishga o'tadi. Bu narsa mo'min odamning ishi emas. Shuning uchun ham inson aytishda ham hattoki haqqim bor haddan oshib ketishligidan ehtiyot bo'lish kerak. Ha, u zolim to'g'ri. Lekin shuni bilingki, siz gohida unga mazlumman deb siz aslida zolimga aylanib ketyapsiz. U zolim, men mazlumman. Shuni olib chiqib gapiraverishadi, hattoki oxiri borib u zolim mazlumga aylanib qoladi. Kim bo'lsa ham. Ana shundan inson ehtiyot bo'lishi kerak. Shuni bilingki, din, haq kimnidir so'kishga muhtoj narsa emas. Imom Malik rahimahulloh so'zlari shu yodimizga keladi. Kim haq da'vo bilan chiqsa deganlar qarang. Imom Malik so'zlari bu. Kim haq da'vo bilan chiqsa-da, sen uni ko'rsangki, men haqni tarqatyapman degan da'vo bilan odamlar bilan so'kishib yotganini bilginki, bu odam niyati buzuq deganlar.
Bu gap tilla suvi bilan yozilib, kerak bo'lsa bugungi kunda har bir odam o'zini profiliga mana shu narsani bir hozirgi zamonda aytganda hashtag degandek qilib qo'yib oladigan so'z. Xususan o'zini haqman degan odamlar. Yana takror aytamiz. Kim haq da'voni ko'tarib chiqsa qiling, botil emas, haq da'voni. Lekin odamlar bilan so'kishib yurganini ko'rsang, bilingki uni niyati buzuq deganlar. Chunki haq so'kishishga muhtoj narsa emas. Haqni o'zida quvvat bor. Uni aytsangiz o'z-o'zidan unga ergashadigan odam uni tushunadi. Agar tushunmayotgan bo'lsa, bilingki u odamga o'zi nasib qilmaydi haq. U odam noloyiq haqqa, unga so'kishga hojat yo'q. Bu gap salomlarga ham tegishli, hamma bilan so'kishib yurgan men haqman deb. Haq bo'lsang so'kishmasding. Mana imomlar aytgandek. O'z navbatda bu tomondagilarga ham tegishli deyapmiz. O'zini haqman deb o'ylaganlarga. Haq bo'lsang u bilan so'kishib yotib, haqqimni olayapman deb chegaradan chiqib ketishing shart emas edi mana. Ish fikri insonning shunaqa bo'lib qolishligi shart emas. Endi bu gaplarni gapirar ekanmiz hozir xuddiki yuqorida dars avvalida gapirilgan intiqom olish haqidagi gaplarni teskarisini gapirib chiqayotgandek tuyuladi insonga. To'g'rimi? Avvalda o'ch olishga targ'ib qilindi deydi. Endi kechirimga targ'ib qilinyapti. Ko'pincha ba'zi odamlar ana shu narsalarni bir gapingga to'g'ri kelmaydi deb o'ylaydi. Bu avvalo bilingki meni gapim emas, bu Allohning gapi bu. To'g'ri kelmaydi desangiz, siz Qur'on bir-biriga to'g'ri kelmaydi degan yo'q qolasiz. Bu hech qanaqa teskarilik emas. O'rnida qilish kerak hamma narsani degan. O'rnida o'ch olish kerak. Masalan, o'rnida zolimlarni afv etish, mazlumlarga zulm. Mazlumlarga shafqatsizlik. O'rnida zolimni afv etilmaydi. O'rnida afv etish kerak. Mana Yusuf alayhisalom qissalarida bilamiz. Akalari tavbalariga tayanib o'tirgan joyida la tasriba alaykumul yawm. Yag'firullohu lakum deganlar. Hech men sizlarni bugun ayblab yotmayman xatolaringga. Alloh kechiradi sizlarni deganlar. Chunki ular o'z shundoq ham tavbasiga tayanib o'tiribdi. Ana shunaqa paytlarda kechirish kerak. Lekin bir odam zulmini avjiga chiqib turgan joyida uni kechirish, uni yanada zulmiga yordam berish bo'ladi. Arablarda bir shoir aytadi: "In akramtal karima malaktahu va in anta akramtal laima tamarrada." Agar sen bir fazilatli odamni hurmatini qilsang, unga ega bo'lasan. Ya'ni arziydigan odamga qilish kerak hurmat ehtiromni. Kechirimni. Agar sen bir pastkashni sen hurmat qilsang, ustingga chiqib oladi degan. Ko'ryapsizmi mana qarang, unida qilish kerak hamma narsani. Kim u kechirimli? Bir yo'la xullas islomda yotoqqa da'vat ham qilinmaydi. Yo bir yo'la faqat intiqomga da'vat ham qilinmaydi. Ana shundan bilasiz Havorij bilan Murji kimligini. Havorijlar faqat intiqomga da'vat qiladi. Murjilar faqat yotoqqa da'vat qiladi. Ahli sunna val jamoa esa zolimni kechirmaslikka o'z o'rnida va o'z o'rnida esa ba'zi odamlarni tavbasiga tayanib o'tirganlarni kechirishga da'vat qiladi. Mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siratlariga qaratilgan bor. Makka fathida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun Makka ahliga omonlik bergan bo'lsalarda 4 ta odamni aytganlar. Ba'zi odamlarda shunga o'xshab ikkita ayolni Ka'bani pardasiga osib o'tirgan bo'lsa ham o'ldiringlar shular deganlar. 4 ta ikkita ayol. Chunki ular haddan oshib ketgan odamlar bo'lgan. Ularni hozir sanab chiqish bu bizning o'rnimiz emas. Sirat darslarida o'rnida gapirilgan mavzular bular. Xullas, ana shundan bilasizki, mana ba'zilarni kechirish, ba'zilarni kechirmaslik kerak bo'ladi. Shundan ulamolar olgan. Ba'zan kechirishlik makruh. Ba'zan kechirishlik muboh, ixtiyor. Ba'zan kechirishlik sunnat. Va ba'zan kerak bo'lsa kechirishlik vojib bo'ladi. Agar bir odamni shu kechirilmasligidan katta bir zararlar kelib chiqishlik ehtimoli bo'lsa, mana shunga o'xshash, siz birovning nomidan birovni kechirib olishga haqqingiz yo'q, shuni bilib oling. Misol bu narsaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zaharlandilar. Bir Yahudi Rasulullohni zaharladi ayol. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechirganlar ana shu ayolni. Lekin Rasululloh bilan shu go'shtdan yegan Bishr ibn al-Baro radhiyallohu anhu vafot etganlar zaharlanib. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayolni o'ldirganlar, Yahudiyani. Ko'ryapsizmi? Birovni nomidan kechirib olmaganlar. Men kechirdim deb bo'ldi, sen ham kechirding demaganlar Baro radhiyallohu anhu, Bishr ibn Baroning nomidan. Hozir mana shunaqa odamlar bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqoratlansa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini men zaharlaganini kechirgan ekan deb Rasululloh nomidan kechirib oladi. Sen qanaqa odamsan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari kechirgan bo'lsalarda, lekin bitta sahobiy nomidan kechirib olmay o'sha ayolni o'ldirganlar. Sen endi kimsan Rasululloh nomidan kechirib olasan? Hech qachon birov nomidan kechirib olmaydi. Xullas, mana shunday qilib o'rnida qilishlik kerak bu narsalarni.
inson mazlumman deb zolimga aylanib ketmasligi kerak. Alloh har qanaqangi unaqa zolimlarni yaxshi ko'rmaydi deyilindi.